Assalomu alaykum. Mashg'ulotlar kitobim 3-etabi ham tayyor bo'ldi. Alloh fazli bilan hozir videomizni o'qimoqchiman. Xo'p, 3 ta mashg'ulotlar kitobimiz bor, lekin ichidagi mavzulari 3 xil. O'xshashlari ham bor, lekin uchalasida ham 3 xil mavzular yoritilgan. Xo'p, bu yerda birinchi Tur muqaddas kitob qaysi payg'ambarga tushgani bilan bir yo'l o'rgatib ketiladi bolaga. Albatta, kuchkali orqali kitoblar. Xo'p, Qur'onda zikr qilgan payg'ambarlar bu yerda bir kunda bitta payg'ambarni qissasi bilan o'rganilsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Bir oyda bola payg'ambarlar haqida ancha ma'lumotga ega bo'ladi. Tartib qo'llaniladi. Birinchi Odam alayhissalom. Odam alayhissalomning qanday yaratilganidan boshlab to o'lguniga qadar har bitta payg'ambarda qissasi bor. Bunda kitoblar ham ko'p, bolalar tilida yozilgan kitoblar. Shunaqa qilib o'yin orqali o'rgatsanglar, bolani esida tezroq qoladi. Xo'p, bu yerda hijriy oylar, namoz vaqtlari, Qur'onda zikr qilgan hayvonlar, bilamiz har bitta hayvon, har bitta payg'ambar bilan aloqasi bor. Bir yo'l shular bilan aytilib ketilsa, bolani xotirasi tez qoladi. Xo'p, tahorat olish tartibi, bu yerda birinchi duo albatta o'zini niqalari bilan yozilgan tartiblar bilan. Bolaga qancha o'yin orqali qiziqtirib o'ynasa, shuncha eslab qolish oson bo'ladi. Islomning 5 ustuni o'rgatiladi. Xo'p, tasbih aytishni o'rganamiz. Juma sunnatlari qanday bo'lishini bolaga tartib bilan o'rgatamiz. Xo'p, Alloh barchasini yaratgan, Alloh tog'larni yaratgan, oy yulduzlarni yaratgan, samolyotlarni yaratgan, shu bilan Allohni bolalarga boshlang'ich tanishishga ega bo'lamiz. Bu yerda qiziqarli topshiriqlar bor. Ranglarni topamiz. Ibodatim uchun kerakli narsalar. Transportlar. Meyveler. Bu mashg'ulotlarni ingliz tili, rus tili va o'zbek tilida tayyorlab beramiz.